Assalamu alaykum, sevimli azizlar, kanallarına yaxshimi? Bugun sizlar bilan o'rtoqlashadigan bir temamiz Vatan qurish, jamiyat qurishdan boshlandi. Biz umumyuzlik hozir butun bir millat oldida Uyg'urlar vatansizlikning dardini shu so'nggi yetkidek tortyapmiz. Har bir yerda, har bir qadamda, uyda, talada, yo'lda, o'ngimizda, tushimizda hamma yerda vatanni xiyol qilamiz, orzu qilamiz. O'zimizningki mustaqil davlatimiz bo'lishini orzu qilamiz. Vatanni cho'qim quramiz deymiz. Nurg'un orzu armonlarimiz bor. Lekin nima ish qilishni bilmaymiz. Men oldin qitimliq bir leksiya jarayonida shuna bir gapni degandim. Bizning hozir butun diqqat nuqtamiz va ko'zimiz faqat biz navbatda qilolmaydigan ishlar, masalan, navbatda qilolmaydigan ishlar, vatanni mustaqil qilib qo'limizga ilish, bu degandek ishlar navbatda deganim o'sha bu yil ichida degandek Allohning mo'jizasini har vaqt biz duo qilib turmiz. Bu boshqa. Ammo umuman qarab baqsaq, navbatda tazabek mumkin bu planmaydigan ishlarga nisbatan ko'zimizni mushtat tikiliklik. Vatanni quramiz, vatanga qaytamiz. Ammo biz qila oladigan, qo'limizdan keladigan ishlar davomli bir bulungda to'pib esib turg'uliq. Masalan, bugungi deydigan jamiyat qurish, oila qurish, oilaning har bir kichik inchik nuqtalarigacha o'rganish, bilish va ilmiy holatda oilani jamiyatga aylantirish ishi biz qila oladigan ishlar ichidagi biri. Özümüzde toxtamay tərəqqi qıldırış, ügünüş, ballarımız, özümüz, ailemiz üstüdeki haqlarımızı yaxşı ada qilish. Qılayotgan hər bir işimizni Allah'ın əmri boyunca duruz, to'g'ri, halal şekilde qilish biz qila oladigan isil ishlarning birisi. Navbatdagi masala shu bo'lish kerak. Bir vatan qurishdan burun aileler qurilishi kerak. Aileler jamiyatga aylanish kerak. Men ekranda bir Uyg'ur mushtaq jamiyatining cho'ng rasm bo'lsa desam, damal topolmay qoldim. Shunga Rothschild jamiyatini yozib qo'ydim, chunki dunyoga cho'ng ta'sir ko'rsatayotgan jamiyatlarning birisi. Shuning rasmini chaplab qo'ydim. Yana bir nuqta menga alohida ta'sir qilgani shu bo'ldi. Rasm albatta eng az 100 yillar tarixga egiligi ko'rinib turdi. Qaraydigan bo'lsanglar, ayollarning hammasi oldida chiroyli o'tdagan, erlar keyinda o'rib turgan. Bu yerda hamda ayollarga navbatda hurmat va iltifot ko'rsatayotganligini ko'ra olamiz. Undan keyin biz farzand tarbiyasi haqida men shu balkim nurg'unlar o'qigan bo'lishinglar mumkin. Balalarni o'yin orqali tarbiyalaning degan 3 qism kitob. Shu cho'ng balamga homildor bo'lgan vaqtdan boshlab biz undan burunda farzand tarbiyasi haqida kitoblarni yaxshi ko'ramiz, o'qiymiz, ma'rif ko'ngil bo'lamiz, ammo o'zimizning balasi bo'pmi tunji balasi bo'lgan vaqtda buning xabarini o'qish, homildorlikdagi har bir kun, har bir soat nima yeyish, nima ichish, nima o'ylash, u hayajonli daqiqalarda biz jiq material ko'rishni boshladik. O'zimizning yetarli material yo'q ekan deb o'ylab shu jarayonda o'zimiz ichimizdan chiqarib yozgan emas, balki materiallardan tuzgan bir kitob. Cho'ng balam homildorlik vaqt, cho'ng balam qo'sqimdagi vaqtda boshlagan bo'lsam, 2015-yili kichik qizim tug'ilib 1 yosh kiray deb qolgan vaqtida bu kitob xalqimiz bilan yuz ko'rishgan bo'ldi. Balalarni o'yin orqali tarbiyalang degan kitob. Ammo belki no'chi kitob deyilmasmi, lekin Uyg'ur kitobchiligidagi, shundoq balalar tarbiya kitobchiligidagi yep-yangi bir sahifa ochilgan kitob. Bundan keyin shu bilimiz hammamiz Montessori ma'rifi deymiz, Karl Witterning farzand tarbiyasi, Sitna xonimning farzand tarbiyasi, undan keyin shu dunyoga taniqli ma'rif usullari bilan tanishish, masalan Suzuki ma'rif tarbiyasi deymiz, Waldorfning ma'rif tarbiyasi deymiz. Mana shunday xilma-xil ma'rif tarbiyalari bilan uchrashdik dunyoda. Hozirmi nurg'unlarimiz bilan to'xtamay o'rganyapmiz, qilyapmiz. Farzand tarbiyasi haqidagi darsxonalar, mayli vatan ichida, undidorlarda yoki salonlarda bo'lsin, yoki vatan sirtida, mayli YouTube kanallari yoki WhatsApp gruplarida bo'lsin, onalarning eng qizg'in jam bo'ladigan va intayin aktivlik bilan qatnashadigan sahnalardan biriga aylandi. Hammamiz nurg'un narsalarni o'rganyapmiz. Shu qizg'inlik bilan Turkiyaga chiqqandan keyin men doktorlik o'qishimni
asli kasbim adabiyot. Adabiyotning aspirantligini tugatdim. Vatanda 2011-yili. Bu yerga doktorlikni davomini qilaman deb o'ylagan, lekin o'zim eng yaxshi ko'radigan va cho'nqurlab izlanishni xohlaydiganim yana bolalar tarbiyasi ekan. Shuning bilan bu yerda aspirantlikni, ikkinchi aspirantlikni men shu çocuk gelişimida bolalar tarbiyasida o'qigan bo'ldim. Nurg'un kitoblarni ko'rgan bo'ldik, o'rgangan bo'ldik. Shunday qarab boqadigan bo'lsak, haqiqatan to'g'ri. Masalan, dunyoviy ma'rifning dunyoviy ma'rif xos nimasi bor. Lekin biz xuddi bir nihoyat esil İtalyan çöpünü yesakmi, lag'manning huzurini berolmayotgandek. Bu nima qilishimiz dal biz o'ylayotgan ham o'zining milliy kimligini bilgan, vatan haqidagi, davlat haqidagi tushunchaları aniq bo'lgan. Bizning orzuyimizdagi bolalarni yetaklab chiqishimizga bir tuzi kam. Bir narsa kam. Bu shaxsan mening fikrim, albatta. Biz dunyoviy ma'rifning ichiga Uyg'urlikni va Uyg'ur an'anasini tarixdan buyon bizningki shakllantirgan qimmatli ma'naviy qimmat ko'z qarashlarimizni singdiralayotamdik. Va yoki bo'lmasa, bir naqshi bor, yetammidim dadamga deb o'qiladigan. Shundan o'tirib, endi burun yosh chog'larimizda voy sizlar bolalarni masalan ota-onamizning hamma narsalarni bir xil so'roqlaydiqchi. Shaxsan men masalan bolalarımga yaqin kelgizmagan bunday chiqib ketganda men o'zim yangi tarbiyalayman. Sizlar bolani ilqidek masalan bek ak qo'ysizlar u bu degandek endi. Biz bek bilib ketgan, biz bek o'qib ketgan dunyo xos bolalarni tarbiyalaydigandek tuyg'ular botdi. Cho'nglarninkini toza ko'nglimizda, bular toza bizda qilinmaydi deb o'ylaydik-da. Endi mushu yoshlarni bilmayman, menga o'xshash 40 ga yaqinlashib 30 dan oshgandan keyin 35, 36, 36 yoshga kirdim men. Bolalar bir 4-5 bo'lgan vaqtida da qarab yiqib yoki bolalar balog'atga yetgandan keyin oldi keynimiz qarab onam qanday qilgan bo'lg'aydi, dadam qanday qilgan bo'lg'aydi deb o'ylayotganlar balkim yolg'iz men emas deb o'ylayman. Shuning uchun bir yerlarga kelib, yana asliga qaytish degan yerga kelgan vaqtida biz o'zimizning 1000 yillik saltanatimiz, tarixiy to'hfaligi, yorqin oltin batlarimizni yezib chiqqan shu yangi islomni qabul qilgan jarayondagi shu Qaraxoniylar sulolasi davrida yezilgan Qutadg'ubilik degan dunyoviy donliq asardagi farzand tarbiyasiga oid bo'lgan mazmunlarga bir qarab chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Biz kim bo'lamiz? Bolalarimizni kim qilib tarbiyalaymiz? Bu hargiz meningki hozirgi navbatda dunyoviy bu donliq usullarni bir yerga olib qo'y, nim qil emas. Balki shuni qo'llanamiz, lekin ro'yiga cho'qim go'shi ustixini ro'yiga ustixini u bo'lsin, go'shiga va ro'yiga mushini singdirishimiz kerakdir. Yusuf Pasajibning oila tarbiyasini men tunigundan shundoq bir o'zim bir boshdan qaytadim bu kitobni. Qashqa Yitkay jamining yon tarafida Nurliq deb bir kitobxona bordi. 2005-yillarmi u kitobxonaga kirib Nurlan kitobxonasi ismi keldi. 2017 ekan. Davomli kitob olatdim. Ukam bir kitob chiqdi, mush 2 parcha kitob. Cho'qim ilavaslar pullar olmay qolib qolsa, keyin gaplarim bo'ladi. Bu kitob qayta yana chiqam bilmaymiz dedi-chu. Nima kitob desam, Sher Muhammad Toyir Tug'luqninki Yusuf Pasajibning oila tarbiyasi degan kitob bilan yana Sher Muhammad Toyir Tug'luqning yana bir kitobi bor deb. Uyg'urlar farzand tarbiyasi emas, yana bir kitob bor. Shuni deb berdi. Deb ikkisini ilib keldim. Buning muqaddima qismini bugun sizlarga ozroq o'qibagim bor. Muqaddima qismida nurg'un bak yaxshi narsalar bor-ku bunda. Muqaddima qismini qisqalab o'qaylik, 2 bet o'qaylik. Yo'qotgan angushlarni izlash yo'lida. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam mundaq bir mashhur gapni qilgan. Mo'min o'zi yo'qotib qo'ygan hikmat go'hrini qayerdan topa olsa, tepishga haqli. Men bu hikmat so'zning ilhomi bilan parlaq ham xunuk, yorqin ham jaholatlik, komediyalik ham tragediyalik, muvaffaqiyatlik ham mag'lubiyatlik, kulkilik ham azoblik, saodatlik ham qabohatlik tariximizning yiroq o'tmishiga nazar soldim. Biz zodi qandaq hikmat go'hrini yo'qotib qo'ygandik degan masala ustida xeli ko'p o'ylandim.
İnsaniyet tarixida shuncha shonliq madaniyat tutuqlarini barliq keltirgan. Dunyoning sharqida sharq bilan g'arbni bir-biriga tutashtiradigan oltin ko'rik bo'lib rol o'ynagan. Qachon uni Uyg'ur deb tanisa, ulug'liq shuningga tegidi, uningdan boshqasiga oshmaydi degan Mahmud Qashqari deb yozganidek qadrlanib ulug'liq tojini kiygan munavvar bir millat 13 asrdan toki 20 asrgacha qadar bo'lgan 8 asr musofida nima uchun bora qaddi tukilib, zaiflashib, dunyodagi madaniyatli millatlar qatoridan shollanib ketadi deb o'ylanib qoldim. Bir qism tadqiqot asarlarida qadimki Markaziy Osiyodan o'tadigan xalqaro karvon yo'lining dengizga yo'tkilishi bilan bu cho'ng quruqliq cho'lda arab qoldi. Shuning bilan Uyg'urlar dunyo madaniyati bilan uchrashish fursatidan mahrum bo'lib qoldi deb baho berildi. Biroq mening ra'yim bu xil yakunga qo'shilishga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Acaba Uyg'urlarning hayotga, ijtimoiy taraqqiyot qadamiga moslashish iqtidori yo'qmi? Agar ularda har xil tabiiy va ijtimoiy o'zgarishlarga moslashish iqtidori bo'lmasa, shuncha ulug' madaniyat muvaffaqiyatlarini barliq keltira oladimi? Uning ustiga Uyg'urlar millatiydan xili burunla kiyimini ixtiro qilib, dengiz qatnashni boshlagan edi. Shundoq afzallik ega turib, nima uchun quruqlikdan o'zilib qolgan madaniyat rishtasini dengiz yo'li orqali qo'llayolmadi? Yana ba'zi muloyizalarda Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilganlik sababli madaniyat jihat orqada qoldi degan fikrni qilishdi. Agar masala shunday qaraydigan bo'lsak, halqалық nuqtada xato yakun chiqargan bo'lamiz. İslamiyatdan burun jaholatda qolgan qaloq, madaniyatsiz, xarakteri to'limi tuturuqsiz badaviy arablarni madaniyatli, fazilatli millatga aylantirgan ruh islom e'tiqodi emasmidi? İslamiyatdan burungi arab yarim orali bo'linish, parchalanish holatida turgan. U butunlay urushidal bo'lib turadigan, qiz buvoqlarini tirik ko'madigan, otasi olgan ayolni xotinlikqa ilishdan hayo qilmaydigan ve şunun o'xshash nurg'un insonlikqa yot bo'lgan qabih qilmishga ega bir xalq edi. Qabilalar o'rtasidagi farq intayin cho'ng bo'lib, quldorlar qullarni odam o'rnida ko'rmaydi. Islom dini bu urushqoq, tarqoq millatni bir bayroq ostiga uyushtirdi. Biriga yar burunqi badaviy nachar odatlarini tugitib, fazilatlik, bir-biriga yordam beradigan, mehribon bir millatga aylantirdi. Şunun bilan birga nurg'un oliy bilim yurtlari qurilib, dunyoviy mashhur olimlarni yetishtirdi. Shundoq qilib, arablar necha asr dunyo madaniyatining oldingi qatoriga o'tdi. Uyg'urlar milodiya 950-yillarda islom dinini qabul qildi. Islom dinini qabul qilishi Uyg'urlarning madaniyat darajasini bir baldoq yuqori ko'tardi. Mana shu islom dinining ma'naviy turtkisidan Uyg'urlar 11-asrdagi adabiy uyg'onish davrini kutib oldi. Millat siyosiy, iqtisodiy ve medeniyet cihette yükseldi. Xalqning universal safhasida zo'r yükseliş bo'ldi. Ishlab chiqarish kuchlari taraqqiy qildi. Ishlab chiqarish usulidami zo'r yangiliklar barliq keldi. Biz turk tillar divonidan Uyg'urlarning moddiy ma'naviy jihatdagi natijalarining simasini ko'rsak, Qutadgı bilikdan ma'naviy madaniyat jihatdagi tasavvur qilg'isiz parlaq bilish natijalaridan voqif bo'la olamiz. Millat xarakterining zaiflashishi, ruhning o'lishiga, ularning siyosiy o'rindan mahrum bo'lishi bilan iqtisodiy nimratlik sabab bo'lganmi? Albatta bu bor, ammo hayot qonuniyatiga yanalam degandek uyg'un emas. Chunki hokimiyat va iqtisodiy omil millatning xarakteriga, milliy ro'yiga ta'sir qilgan mohiyatlik sabab bo'lolmaydi. Ammo bular vositalik sabab ustida kenchi ta'sir ko'rsatadi. Mushu yerda deydi, oxiriga kelib bizning kitapning kirish qismini keyin shuni qildigan bugun tavsiya qilgan kitobim shu. Cho'qim o'qib chiqib kelsam bu kitobning ham meni shunday yaxshi ekan. Bir oila avval bizningki ham masalan ma'lo deydi-ku, masalan terapiya qildi deb psixikalik davolash qildik deb. Oila bizning eng yaxshi psixikalik davolash o'rnimiz asli. Bizga nisbatan hammadan eng asosiy ehtiyojimiz bo'lgan bexatarlik ehtiyojini oila bera oladi. Oila hargiz turalg'u degandan iborat emas. Oila tamlarga gilam esilgan to'ttam degandan iborat emas. Oila er va ayolning to'y qilib juftlashishi degandan iborat emas. Oila moddiy, ma'naviy jihatda bir butunlik bo'lgan er bilan ayolning qo'shilishi, millat, davlat oldidagi mas'uliyatlarni ado qiladigan va buning tunugim bilan aytini ulaydigan ko'rik rol o'ynaydigan intayin muhim omil oila. Bugun biz chet ellarda yoshlarningki to'y qilishini, oila qurishini bizning shu
ruhiy va iqtisodiy jihatdagi cho'kishning oldini olishimizdagi muhim bir yo'l deb qarayman men. Shaxsan shunday qarayman. To'y qilish kerak yoshlarimiz. Bular oila qurish kerak. Masalan, bir uyda yolg'iz yashab, shu uyning ijarasini to'lab ketgan pul bilan ikki odam birga yashab, bu gullangandagi bu narsani hammamiz ko'ralaymiz. Ya'ni Alloh bir barakatni berdi. Albatta bu yerda oilani qanday quramiz, jo'rni qanday tanlaymiz, bu narsa keyingi masala. Endi oiladan jamiyatga o'tish bosqichi bu biz izlayotgan narsamiz shu. Turkiyaninki nimalarga qaraydigan bo'lsanglar, shu yaqindan chiqayotgan shu dizilari, kinolari qaraydigan bo'lsanglar, ba'zi ko'rdiganlar bo'lishinglar mumkin. Men ancha-muncha bunda qochishuvchi, uy tozalachi, bu ko'zamning bu bujiga, qulqimning bu bujiklarida ba'zilarini anglab takib ko'rib qo'ymanda. Umumyuzlik turklarning oila gavdasini buzib tashlash, oila tushunchalarini yimirib tashlashni maqsad qilgan kinolar. Talaq qarab qilish, u bu deganlarni kadın hakları deydigan bir gapga o'rtib, chiroyli bir uning tajidan birini kaydiriblam, ayollarni soatlab diza oldida o'taqizdi. Ha, bu ko'rib, o'rib ketdi, o'chiribdi, qochishsin, juyotdi, tamqin etyapti, tugammi? Yo'q. Uningdan olgan ideyada formulangan yangicha, o'ziga tava bo'lmagan yova, endi bek satbi desam, demey bo'ldi. Yaman setdigidek. Naitdi bir o'zi emas, Anastasiyaning tayini o'ttirib chiqib qolgan bir narsadek bir ideologiya shakllandi bu yerda. Ya g'arblik bo'lolmaysan, ya turklikni qabul qilolmaysan, o'zingni qabul qilolmaysan, o'ttirliqda mushtaq. To'xtamay shuning bilan psixikasi buzilgan avvallar ashundan kelib chiqadi. Shuning bilan ayollar ig'zi bilan erlarni yo'nitadi, yo'llantiradi. Erlar shuning bilan o'zininki haqiqiy erlik o'rnini asosida yo'qotib, vazifelari va mas'uliyatini unutib qoladi. Jamiyatlarga qaraydigan bo'lsak, men shunday bir narsani his qildim. Oldingi mazgillarda bilsizlar, Angliyaning ayol podshosi tugab ketdi. Tugab ketgandan keyin shu butun YouTube kanallari hamma bularninki jamiyatini tonishtirish, tushuntirish ishlari xeli ko'p bo'ldi-ku. Mening alayda diqqatimni tortgan narsa shu jamiyatninki nimasi bo'ldi? Yalaqa ayollarning kiyim-kechikiga qo'yadigan talabi, o'tirash qo'pishga qo'yadigan talablari bekching. Masalan, ayollarning to'yin yoqiliq kiyim kiyishi, yangi kalta bir narsa kiyishi, andikin yalaqa ishdan kiyib yurishi qabul qilinmaydi. Yubka kiyish kerak. Kiygan yubkasimi cho'qim bo'ljum go'shtni bisish kerak. Tizni bisish emas. Yalaqa parchoqlarni shadi qilib ichib qo'yadigan avval yo'q. Bundan keyin kechqurun, qarong'i namoz shamdan keyin sirtqa chiqadigan bo'lsa, cho'qim beshiga bir bosh kiyimi kiyish kerak ekan va masalan yuziga qanday to'g'ri yopadi-ku nima. Mushuni yepib sirtqa chiqish kerak ekan ayollarning. Tamoq yeyishda, cho'ksini tutishdan tortib tik o'tirishlargacha hammasiga bir talab bor. To'g'ri. Biz bugungi kunda nihoyatda baxtli bo'lgan bolalarni yetishtiryapmiz va mushuni o'zimizning farzand tarbiyasidagi asosiy nishoni qilyapmiz. Nima uchun bo'lgan bu yana dedik deganda oilaning markaziy nuqtasida farzand bor va jamiyat qurishda farzand bu jamiyatni quradigan qishlarning bir partisidan iboratchu. Ya'ni cho'ng masalan bir oilani bir eg'izga o'xshatsak, jamiyatni yo'g'on 40 eg'izlik yo'g'on o'rdek bir yerga o'xshatsak, har bir bolamiz birdan uyga o'xshaydi-chu. Shuning uchun bu tamnanki biz bir bino silib bir tal xishga qo'ya olmay egizpa solab qas muqim bo'lamdi, bo'lmaydi. Shunam bolalarimizni yaxshi tarbiyalash jamiyat qurishdagi muhim omillarning biri. Muhim asosi ul hisoblandi. Endi bu farzand tarbiyasi bizmi vatandan nurg'unlarimiz mishadi bolalarimizni o'zininki diniga, e'tiqodiga, millatiga tuniydigan shaklda yetaklanib chiqsin. Ashada Xitoy yo'lab ketmasin, Xitoyning tarbiyasi qabul qilib, men o'ylagandek bola olamay qolmasin deb chiqqan nurg'un boylarimizning bolalari bor. Dastlabki masalan burun vaqtlarda chiqqan. Undan keyin nurg'unlarimiz bolalarimni shunda bir yaxshi tarbiyalaman degan maqsad qilganlar intayin ko'p salmoqni egallaydi. Bugungi kunda o'zi mayli vatanda qanchalik universitetda o'qib ketgan bo'lsin, mishadim cho'ng yerlarda o'qib turib, yana oilada bolamni boqaman, bolamni obdan tarbiyalayman deb kecha-kunduz shunday izlanib, ugunib darsga qatnashayotganlar bor. Shuning uchun
Bu bizningki farzand tarbiyasi har vaqt muhim xizmatlarimizning biri bo'lib hisoblanadi bu yerda. Endi farzandlarimizni tarbiyalash jarayonida baxtli bolalarni yetishtiramiz deymiz. Lekin hem baxtlik, hem iqtidorliq, hem bir isil bolalarni yetishtirishni bir arada qilish albatta mumkin. Endi biz mana shu oldimizdagi vaqtlarda mana bu mashhur jamoatlarning farzand tarbiyasi degan shu kitobni birlikda sizlar bilan o'qimoqchi, balkim mushtaq bir yig'ilib yuzdirani o'qimdiq va yoki to'p qurib o'qimdiq, buni hozir qaror qilmadim. Lekin bu yerda men nima demoqchi deganda 10 dongliq jamoat bor. Dunyoni cho'giltayotgan. Birinchisi Kennedy jamoati. Kennedy jamoatini men bu yerda qisqa qilib deb beray. Kennedy jamoati İrlandiyalik köçmenler asli bulan. Yani açıcılık olup ketken zamanlarda qo'sqini baqamay Amerikaga köçmen bo'lgan bir köçmenlerdi. Kennedy'nin atı bo'lari. 19. asrlarda, 1800 yillarda. Bu ilaqi mau paraxot nim qilgan ilaqi esimga ajab bir kelmadi. Şu paraxotlar jo'g'lashib, u bu qildigan dengiz bo'yidagi ashundaq paraxot stasyonida, ashta yaba, shu yerda ishlaydi bu. İşlep keyin İrlandiyalik köçmenler özünün toz huquqlarining yaxshi qo'g'dalmaganligini his qilib, bu yerda chet ellik sanalib bu degandek. Shuning bilan mushu Kennedy tarafidan bir İrlandiyalik savdogarlar uyushmasini qurib chiqdi. Qurib chiqib, bu yerda ularning huquq manfaatini qo'g'dash ishlarini texnik yaxshi qilish bu degandek. Bu uyushma qurilgandan keyin albatta ularni tirishib ishlab pul topadi va bolasini yaxshi o'qitadi. Ve deydi bizning bolalarni, bizning jamoatdan bir Amerika zonktiga chiqish kerak deb. Shuning bilan nevrisi kelgan vaqtida nevrisini cho'qim Harvardda o'qitdi. Harvardda o'qitdi va shu chog'da deydi, sen cho'qim Harvardda o'qiysan. Chunki Harvardda o'qisang, sen to'y qiladigan qiz bola. Bizning naslimizni to'shiydigan, naslimizni davomlashtiradigan bizning o'y kelin bo'lgan kishi Harvardda o'qiydigan, o'qigan shundoq bir kishi bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Çünkü nurg'unlar saboqdoshlari bilan, shu tanishganlari bilan oliy maktab hayotini birga o'tkazib, birga yashash qarorini berdi-ku, nurg'un yoshlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Harvardda o'qiy olgan bir kishining oilasi, oila tarbiyasi ko'ngil bo'lgan yaxshi bir nasab hisoblanadi. Uchinchisi, sening saboqdoshlaring Harvardni bitirdi ve Harvardni bitirgan bir turkum saboqdoshlaring Amerika'nın her qaysi çoğun katlamlarda hizmet kıldı. Bu senin keyinki qadamdagi meyli saylam, siyasi, iqtisod ishlaringa peştaq bo'ladigan muhim ishdir deb. Mecburi shu yerda o'qidi. Bolalarning hammasi askarlikka boradi. Bir bolasi askarlikda tugab ketadi. Undan keyin 4-avlodga kelgan vaqtida andikin Amerika tarixidagi yosh zontonglarning biri bo'lgan Kennedy, u Harvardda o'qigan chiqadi. Yani 100 yıllık 4 avlodlik çoğun bir plan mana shundoq izchillik sababidan andikin maydonga keladi. Hiçbir ish, hiçbir muvaffaqiyat tasodifiy bo'lib qolmaydi. Biz bu kitobni o'qish orqali shu Xudoyimni tonimaydigan kofirlar deymiz-ku endi. Xristianlar bo'lsin, nimalar bo'lsin hammasi. Shularninki qanday qilib shundoq dunyoninki xo'jasiga aylanoldi? Bu tasodifmi? Bunun arkadaki nurgulluğun aile ananesi bu neslerini göreleyimiz. İkincisi Wallenberg cemaati. Üçüncüsü Gates cemaati. Dördüncüsü Rothschild cemaati. Birinci ben kiriştiki resmini koyalım. O şular şu. Beşincisi Kunzu cemaati. Altıncısı Curie cemaati. Yedincisi Darwin cemaati. Sekizincisi Tagore cemaati. Dokuzuncusu Lev Tolstoy cemaati. 10-incisi Rothschild cemaati. Muşu 10 danlıq cemaatniki farzand tarbiyalashi, cemaat ananasi ve oynagan roli dünya sahnesidagi tutayotgan o'rni degandeklarga bir ko'z yugurtib chiqamiz. Bu bizning keyingi nimalarimizga, masalan, nishonimizni belgilash, oilamizni qaytadan tartibga selish, hayotimizning nishonini qaytadan belgilashda ozroq bo'lsa-mu yo'l ko'rsatib qolsa ajab emas. Endi biz Uyg'ur yaqinqi zaman tarixidagi mashhur ikki jamoat bilan tanishib chiqish orqali biz Uyg'urlarning ichidagi jamoatlarni va bu jamoatning Uyg'ur tarixida qanchalik muhim rol o'ynaganligini ko'rib o'taylik. O'ng tarafda ko'rayotganinglar Musa Boylar jamoati.
Musa Bayla, Akif Musa Bayev'la hemmimiz bilimiz. Keyinki vaqtlarda ama Musa Bayev deganni, Musa Bay deganga bu of puf qo'shimchasi, Sovetlarninki boshqa kaydirib qo'ygan qo'shimchasi biz Uyg'urlar bundaq ishlatmaymiz deb qarab, shu Musa Bayev deganni Musa Bayga o'zgartirib ekan. Men shu 2011larda shu vaqtida bilgandim. Men sol tarafda ko'rayotganinglar Mo'yitila jamiyati, ya'ni Turpandagi dаңlıq cəmiyyət Məxsud Muhiti və Məhmud Muhitidən ibarət. Şu iki buların içindeki dаңlıq Məxsud Muhiti aynı vaxtda Şansiyəyə qarşı көрәш qılğandakı şu Turpan qoğdaş uruşida şehit olub ketgan. Məhmud Muhiti ən dаңlıq tarixdagi Məhmud Sıcağın deb nom olgan Məhmud Muhiti şu. Endi Musa Baylar cəmiyyəti qanday ishlarni qilgan qisqalam bugun biz Musa Baylar jamiyati bilan tanishib chiqamiz. Akif Musa Baylarniki 9 cho'ng to'pisi. Birinchi bo'lib qilgan ishi manda bo'ladi qaranglar. Bu ishlarni qilish jarayonida balkim o'ylaysizlar. Saudiga degan pul tepish uchun mushtaq qildi bu. Ammo Musa Baylarniki bu 9 cho'ng to'pisini nima qilgandan keyin bir kishininki o'ziga berilgan mol, o'ziga berilgan aql, o'ziga berilgan sog'lomlik, o'ziga berilgan hayot va ne'matlarni qanday ishlatishni bilish kerakligi haqida haqiqatan keskin bir o'yilni olaymiz deb o'ylayman. Birinchi muhim to'pisi sanoatlashish. Sanoatlashishga yo'l ochgan Akif Musa Bayev. Amaliyat sanoatlashish jamiyatning taraqqiyoti va iqtisodiy gullanishining muqarrar yo'li. Bularning birinchi to'pisida Musa Bay teri zavodi qurish deb yozamiz. Qaranglar. Mushu 10 asrda Yevropa va bugungi kunda taraqqiy qildi degan yerlarning hammasi qorong'ulik, jaholat davrida turayotgan. Islom dunyoni o'zininki nuri bilan yo'ritayotgan ta 7-asrdan boshlab 14-asrlargacha bo'lgan aralıqda 15 hatta 16-asrlargacha deb turaylik, mush Osmonlini qo'shib sansak. Bu jarayonlarda bu bugungi kundagi taraqqiy qilyotdi deb qarayotgan bular hammasi qorong'ulik ichida, jaholat ichida edi. Unda bo'lsa, nima buning taraqqiyotini o'zgartdi? Sanoat inqilobi deb biz tarix tugandik. Birinchi qatimliq sanoat inqilobiga nima sabab bo'lgandi? Eyliqi par mashinasining ijod bo'lishdi. Ya'ni paravozning bu yerlardagi shuni biz birinchi qatimliq sanoat inqilobi dedik. Tushunami? Undan keyin ikkinchi qatimliq sanoat inqilobi elektrning paydo bo'lishi bilan butun o'zgardi. Sanoat inqilobi ularning taraqqiyotini, ularning bo'lakmi bu taraqqiyotni nada ko'rib olgan desa, qilgan urushlarda ko'rib olgan. Masalan, men mayada bir misol deb qo'ydim. Xitoy Çin sulolasi taxminan 300 necha yil hukmronlik qilgan dunyoviy cho'ng imperator shu vaqtda Xitoy. Shu Çin sulolasi davridami. Masalan, shu vaqtdagi nurg'un nimalar qaraydigan bo'lsak. Endi Yaponiya o chaqda Xitoy hech qarab qo'ymaydigan, ko'zining qirg'im ep qo'ymaydigan kichik bir elvatgan timoqcha bir davlat deb qaraydi. Ammo 1894-yildagi Javo urushidan keyin, ya'ni Xitoy bilan Yaponiya orasida bo'lgan bu urushdan keyin Xitoy sat mag'lub bo'ladi va cho'chib ketadi. Undan burun Yaponiyaning Meiji yildagi yangilik ko'chish harakati bo'ladi. Balkim buni tarixda o'rgangandik. Undan keyin ajnabiylardan o'rganishimiz kerak deydigan bir harakatni Xitoylar qo'zg'atgan. Biz ajnabiylar degani chet elliklar demakchilik, ko'k ko'zlar ajnabiylar deb. Ya'ni Yevropa va Amerikadan o'rganishimiz kerak degan. 1895-yili Changjiang degan bir savdogar Xitoy tunji bo'yoqchilik fabrikasini, aqidli paxta to'qimchilik fabrikasini qurgan. Men nima uchun Xitoyni deyman? Xitoy bugungi dunyodagi ikkinchi iqtisodiy yerda. Biz shu chaqda qanday ketyapti, bizning boylarimiz qanday ketyapti deganni, bizning qanchalik dunyo bilan teng qadamda mang'alaydigan kishilarimizning borlig'ini bildirish uchun ma'nosini deb menyotim. Shuning bilan 1901-yilda Xitoy umumyuzlik yangi bir siyosat yo'li qo'ydi. Burunqi savdogarning ayandan ilib mayandan sotsa deydigan emas, ishlab chiqa, yasa, sot deydigan mandaq narsaga. Bugungi kundagi üreten bir ülkeye dönüşeceğiz deydigan maşuarlar, cümlelerni anlayımızga. İşlep çıkaralaydigan, özümüz işlep çıkardıgan, elik kiyvatgan şu nimeden tattıp, teretke eşten tattıp, bir tal yüzümüzden etilgan longu için hemen Xitaydan ekildigan emas, özümüz işlep çıkardıgan yerge aylanımız davatıdı o.
Buni saylamda biletga erishishga muhim jumlasini ichida bor. Demak, ishlab chiqarish intayin muhim. İşlep çıkarış degan gap yolg'iz ma'lum bir narsani yasash emas. Yangi fikr ishlab chiqarish, yangi energiya ishlab chiqarish, ichimizdan yangi umid, orzu, xiyollarni ishlab chiqarish, yangi bilimlarni o'rganib, bu bilimlar orqali yangiliklarni o'ttirg'a chiqarish deganlikdan iborat. Musa baylar bu vaqtda nima ish qilayotgandi? 1901 va 1903 yillar orasida Moskvada dunyo savdo yarmarkasida qatnashgan. Xiyol qilinglar. Dünya savdo yarmarkasida qatnashgan. Va oqibatda Turkiyaga berib İstanbul Bag'dod temir yo'lining 400 ming tillarlik payini setib oladi. Bu payini setilishninki nimaga foyda qilganligini bu yolg'iz bu yerda hargizmi nimalam emas. Yaqin pul topadigan bir fursatni tutib turgan aqlli savdoga degandan emas. Bu yerda bir siyosiy va iqtisodiy munosabat o'rnatish bosqichini bu yerda tamomlaydi. 1905-yili Musabay birodarlar shirkati quriladi. 1909-yili Yung teri fabrikasini qurdi. Buni qurgan vaqtida qaranglar, 50% davlat chiqargan deb xabar berildi. Bu Shanxayda chiqqan bir gazetning asl nusxasida manbadan elib nima qilingan ekan. Endi qaranglar, bu ajoyib bir siyosiy kalla va aqllilik. Öz aldığı qılıbasa bu yerda. Bu qanday zamanlarda sanlar Yang Zemin degan Xitoyninki bizninki davlatimiz, ya'ni bizning vatanimizda boshda turayotgan zamonlar uchun. Yang Zeminninki uni aqsin Jing Shorin chiqdi, uni aqsin Shin Sei keldi, bilasizlar. Ya'ni 20-asrning boshlaridagi beshimizda turayotgan bu qabihlarni. Endi shu chaqda bütün pulni o'zi chiqargan bo'lsa-mu, lekin 50% davlat chiqadi deb turib, endi davlat chiqadi deb qo'yib, davlatning xazinasini yanchiq soladi ya. Lekin pulni kim chiqardi? Musa baylar chiqardi. Nima uchun ashta qildi bilamsizlar? Anda qilsa deb shuncha ular ta'sis qurgan fabrikani berib taqab qo'ysa qanday qiladi? Mening foydaning yerini sen al, yerini sen chiqargan bo'l deb mushtaq deymiz. Meningki bütün foydaning yerini sen olasan, lekin men shuni mishada qilma deydi. Bu yerda o'zininkini ben bu yaxshi xurumlarni ishlab chiqarib, xurum palto yasab bizning rayonimizda satay debmi? Uçaqda hemeden paxtlık çapan kiydiğen zaman özü tikip. Kim aladı? Rayonimizda onu ağdek eden bahmetti? Yok. Pulu var mı? Yok. Neye satıdı? Rusya ve dünya bazarına satıdı. Bunun neymi faydası var halkımızga? Ötürüp boğazı etken koylarının terisi pulu yaraydı. Ve yeni nurgun yeni iqtisat, yeni bilimler bilen uçurşudu. Şu vaqtda Germaniyalik texniklar keldi yung teri zabıtıga. Pichqarada 500'ga yaqin texnikni tarbiyalab berdi. Qaranglar. İşlarni izchillikqa aylantirish. Beliq berish emas, beliq tutishni o'tib qo'yish degan gap shu. Sen bizga kelib texnik olib ber emas, bizga yangi ishimizni davom qila oladigan texniklarni tarbiyalab ber. Mening zavodum bu faqat ili rayondalam, g'uljidalam cheklanib qolmasin. Hatto men rayonimizning hamma yerlarida bunday zavodlarni qurib xalqimizni umumyuzlik yangi bir sanoat orqali dunyo bilan uchrashtirma deydi. Ikkinchi qilgan ishi chetdan mushu nim qilish jarayonida tortgan nurg'un jafolar va qaranglar. Masalan, bir fabrika qurdi degan gap, bu yer mashina keldi degan gap. Buni nereden keladi? Germaniya shu taraflar, mush İstanbul bu yerlardan menib o'tib, Rossiyaga kelgan vaqtida bu mashinani uchun zavodni o'tkazayotgan vaqtida ashada Rossiya o'tkazgil qo'ymaydi buni. Rossiyadan o'tib shu inimga ekelaydi. Bir oy yo'l yurib, Moskvaga berib, Xitoy elchixonasiga kirib, shu vaqtida Chin sulolasining elchixonasiga. Ayni chaqdadagi Jungo Rossiya kelishimnomasi deydigan biz tarix o'rgandik, Xitoy bilan Rossiyaning o'tirsida bir kelishimnom bo'lgan. Bu kelishimnomda Xitoy hozirgi masalan Qozog'istondagi bu degan yerlimi asli bizningki vatanning bir zimindan iboratdi. Shu vaqtda bo'lib kesib elib oladi-ku. Shu chaqda qilgan kelishimnomlar ichida mayaqdan oyoqqa chiqqan mallarni chiqarg'izdi va Rossiyadan o'tib bizningki vatanga kiradigan mallarni o'tkazishga yo'l qo'ydi deydigan shu shartnoma ichidagi bir moddasi bor ekan. Shu moddani ching tutib turib, mening mazavitimni meyadan o'tkazsa deb qanchalik yo'l ketishni qat'iy nazar ashunda shu yerdan o'sha ma'qul o'tkazsin meyadan deydigan bir xatni oladi. Va sen manchilik vaqt ichida bu zavodni ekitsa deydi. Ekitib Yarkent degan yerga, hozir Qozog'iston tarafdagi
Şu yer kelgan vaqtida yo'l yo'q. Bu zavodni olib borolmaydi. Qanday ilib mangdi bu narsalarni? Uningdan keyin nima ish qildi bilamsizlar? Bir oyda yo'l yasaydi. Yo'l yasab, buni G'uljaga ilib keladi va G'uljadagi bu Yungter fabrikasini qurdi. Bu bir fabrika qurish, u yerdan zavodga kelib nima qo'yib qo'ysa, zavod to'kula ishlaydi. Elektrikni kirish kerak. Xitoycha Fadianji deydi-ku, tok ishlab chiqaradigan. O'sha narsa bo'lish kerak. Tok yo'qken zavod quramayman deb o'tamagan. Yo'l yo'qken deb o'tamagan yasagan. Xitoy meyada Rossiya o'tkazmaydigan deb o'tamagan. Rayonimda unda mashina yo'qken deb o'tamagan. Buni akab qo'ysam ishiltarigidek bu Uyg'ur degan mana ishadi. Uyg'ongan zaminni o'qisanglar, yo'g'on yuk mashinasini aydab kelgan vaqtida yuk mashinasi shundan mang'an ekan, qarab beqib, odamlar buni qo'zqachib ketmasin bicharaning deb mashinaning oldiga o't tashlab bergan bir ko'rinish bor. Bu jonliqmi, jonsizmi bir mashina. Bu jonliq bo'lmasa mang'alamdi degan bir tuyg'uli bor xolos. Jonliq deb o't yeydi deb o'ylab qoladi. Yo'g'on dividek qoladek pishmoq o'xshaydi deb. Shunda bir holatga qarasa, kim bunda bir texnikani bu haq bilamdi, qilamdi deb o'ylay olamdi. Masalan, biz hozir bo'lsak, voyjon bu haq buni bilmasa bo'ldilar, bu haq uni qilmasa bo'ldilar deb o'tirdi. Bir jamoatdagi, an'analik bir jamoatdagi kishilar unda o'ylamdi ekan, o'ylamaydi. Ular bilmasa, biladigan odamlarni taklif qilib, bularga o'rgatadi. 3 qaradagi 500 ga yaqin texnik unda oson vujudga chiqmagan. Ikkinchi qilgan cho'ng to'pisi chet elga o'quvchi chiqarish. 1898-yili Kirmaxon degan odamni Rossiyaning O'rinburi, ya'ni bu yerda tatarlar butun O'rta Osiyodagi millat shu yangi jadidchi ma'rif deymiz. Bu yerda nemisdek cho'ngchu o'ynagan roli intayin cho'ng tatarlarningki umumyuzlik shu yangicha ma'rif harakatida. Shu vaqtida shu yangicha ma'rifni o'rganib kelsin deb avatidi. 1904-yili Abdulhamid Xonga xat yozib, shu bizdan bolalarni tarbiyalab bersanglar deb Turkiyaga chiqib, o'quvchilarni chiqib, tunji qara chet elga o'quvchi chiqarib tarbiyalash ishini shu musobaqalar jamiyati qiladi. So'diganing ma'rif bilan nima ishi bor? Shundami? O'tirib pulini topsammadimi? Hargiz unda o'ylamaydi. Endi 3-chi cho'ng to'pis nima desa, jadidchi maktab ichish. 1899-yili Atush Iqsoqda tunji jadidchi rasmiy jadidchi deb atalgan maktab ichilgan. Undan burundimi amaliyotda darslik kitoblar qarasak, astronomiya, algebra, nurg'un narsalar yangicha mazmundagi bir narsa bo'lsin, lekin o'qitish usuli jihatda shunda jadidcha degan gap, yangicha degan gap. Yangicha maktablar ichilgan Atush Iqsoqda. Bu maktab bo'lsa, maktab yetamdi. Bir maktab qurib qo'ydik. Maktab qurish oson. Shundaqli ishlarni qilamiz, soldiq, maktablar mana. Endi-chu, buning moddiy asos ul aslaha qurilishi bo'ldi-yu, o'qituvchini qanday qilamiz? Darul Muallimni qurgan. 1914-yili 24 yoshli Ahmad Kamal degan Istanbuldan taklif qilib oldirdi va o'qitish tarbiyalashni boshlaydi. Maktabning ismini Habibzoda Darul Muallimin deb qurdi. Bu yerda tarbiyalayotgan o'qituvchilar tez surat yetishib chiqdi. Biz amaliyotda Mamtili Tavfiqninki Atishda boshlangan yangicha ma'rif harakatini bilamiz, 30-yillardagi shularni o'qimiz. Lekin buning qanday asosi bormi desanglar, bordi. Biz muallim yurtlarda maktab ochamiz degan ma'rifat marshini hammanglar bilsanglar, asli mayada qanday qilingan bir asos silingan. Bu xil ishlar uzun mezgillik, mayli ma'rif bo'lsin, mayli millat vatan uchun qilayotgan xizmatlar bo'lsin, mayaqdan shundaqli qozonga go'rishni to'ksak, oyoqdan pishib chiqqan pulog'a o'xshamaydi. Shu vaqtning o'zida natijasi ko'rilmaydi. Ammo bu yillar vaqt o'tgandan keyin asta-asta buningki biz natijasini, unumini ko'ramiz. Mana 1899da boya ko'rdinglar, Atishda maktab ochdi. 30-yillarga kelgan vaqtida Atish emas, bütün rayonimizni, vatanimizni qaplagan bir yangi ma'rif harakati haqiqiy ma'noda boshlandi. Bundan keyin kasbiy ma'rifni yo'lga qo'yish. Kasbiy ma'rif degan narsa yo'nalginish degan gap. Biz shu chet elda yashayotganlarga shu yerda bir gapni qistirib qo'ygim keladi.
Belediyenin, yani hükümetin her xil xüsus kursları var, bir nəsə öyrətdiğinçü, tokçuluq, suçuluq, tüpürümçülük bu degan. Her bir adam birden kesip egelleş gerek. Kesip egelleş gerek. Dünyanın nereye varsa, kişiге 72 xil önemi az kilodu dep konulanın bir deydiğen gibi bağı. Ünəni müştəxsiz ügütüp koyduğun yerde ügüniş gerek. Nereye varsa esqatıdı bu. Bəziler belki ben degenden kim bunday çoğun ötken yoğan adam bu deyişi mümkün. Chetda hiç kim kichik adam chiqmagan bu yerga. Hammamiz qattiq yo'g'ondiq. Osi itiva, sipiva deb qo'yayman. Hammamizdan puli bor, hammamiz boydik. Lekin bu yerda hammadan o'ldim boshladimiz. O vatandagi uyimiz, vatandagi mashinamiz, vatandagi chiq pullarimizni sanasi etib bu yerda men degan ondatim hech qilmayman deb o'tlasak, hech kim bizga shu falan shunda boydi, ha, ajab bunda ulab qopti deb qo'ydi, ish chaqirtib qo'ydi. O'zimizningki navbatga realligimiz o'zgarishga bir foydasi bo'lamdi, bo'lmaydi. Kesib bugüniş intayin mühim. Qaranglar. Germaniyaningki ma'rifidan kesbi ma'rifbek alayda ching tutiladigan kesb ahli bo'lish har bir kishining va qilayotgan kesbini aqtodiga yaxshi yetkazib qilish. Demakchi o'g'limni kesbi ma'rif ilhammi noiti muhim. 5-ci töhfəsi Darül Malumun qurish dedik. 6-cı töhfəsi elektr, telefon, kinoni ilib kirish. Bayı bir gapni dedim, zavod nim bilan cho'glaydi. O çağlar degende ya elektr olmasa, tok olmasa, stanslar olmasa, adamın şu cinçiraq yakıp yaşayotgan zaman tutsa, tok yo'q deb o'tdaganmi? Yo'q. 1920 yılda Ürümçi elektr stansı qurilgan. Buningdan burunlan 1905 yildagi zavod qurishni oldi keyin shu ishlar qanday qilgan desanglar, tok ishlab chiqarilgan generatorni setilib ekilib, generatorni qilib 50 tal lampochkani yiqib, shu tir zavodida ishlab chiqarishni boshlagan. Ondan keyin kino. Kino hazır uyumuzda oturup televizorda ko'radigan oddiy narsa. Ama 100 yıl burunki o 1896 yıllarını xiyal qilsanglar, bu kino aparatini kim yasagan desanglar, 1896 yılı Oscar degan kishi kino aparatini yasagan 95'te. İcat qilib 96 yılı shu chaqda 50 nechta yilda yasayotgan chiqroq qism Germaniyada qolib qolgan. Ash Germaniyadagidan bir tal kino aparatini ilib bu adam yilqi teri zavodining qanday ishlab chiqarilgan u bu deydigan hujjatli filmlarini işlep, aşırı filmini ekilip, vatanda, atışta, nimede gulcuda, uyabiyat, hem yerde mevcut filmini kösetken. Canım qarindaşlarım, manda bir narsa bor, o'zligida manda qiladi desa, ko'z ko'rmasa ishlanmaydi ba'zi odamlar. Bilinmaydi, xiyol qilinmaydi. Shuni olamda tamg'a kinoni tushirib, qaranglar, oyatda chaq va cho'glaydi, terini mayandan selibtimiz, ayanda chiqdi deb xalqning ko'z oldida ko'rsatib turib, ondan bildirishga tirishgan buni. Bilmeyiz, o'tirajug'i demagan. 1930 yillarga kelgan vaqtida andikin qanday qildi? Kino bizning rayonimizda umumlashgan bir izchillashgan bir narsaga aylandi. 7-ci töhfəsi futbol hareketini başlatgan. Qaranglar, sol tarafdakisi ayni chaqdagi ilk vaqtdagi futbol o'ynagan, yalanyoq futbol o'ynab, butun dunyoni hayron qoldirgan bizningki futbol cho'lponlarimiz. Bugungi kunda normalda 30 yoshdan oshgandan keyin futbolchilar futbol hayotini asosan oxirlashtirib ternerlik qismiga o'tib qoladi-ku. Hamda bu Ronaldolar ayrim hamda bu bir xil afsonaviy odamlarga aylanib ketgan, badanini nihoyat yaxshi tutgan. Hamda har soqolliq bovlarimizning shu chaqdagi jasorati bilan bugungi kunda michildab o'tgan o'zimizni bir selishtirib baqalar. U chaqda isil tamoqli yo'qdi. Shu normal pakiz alaldan shu zag'irnan belki yani nemeler var o vaqtdagi tamoqlarni men toza bilmayman. Bugungi bu isil tamoqlarimizda mundoq tizib olgan yem xashak o'tdiq bir narsalarni balki o chaqdadan yeyishni ataydi. Ammo bizningki müşahid yana deyman, o'zimizning Uyg'ur tibobatimiz dunyodagi bizning dunyoviy bir go'hrimiz. Uyg'ur tibobatimizda biz hayotimizni mizojlarimiz bo'yicha tamoqlarimizni, ishlarimizni, kiyimlarimizni, uy tutish hamma narsamizni mizojga asosan o'zimizga loyiq qilib tanishaymiz-ku. Sağlam ozuqlanish, sağlam yashash, ro'yimizni o'qdan tangshish narsalarning hammasini yaxshi qila olgan. 8-ci çara nəslininki neslini yangilash. Balkim o zamanlarda haqlaylıqı bu nəsl heç xiyalıq kəmməs oğuydu. Şu mana o bijini tuğub tuğuzam, kalan bijini mozaylab tuz, neşçə eləyirəm, iştal buluş mümkün. Bunun neslini davamlıq yangilash, o bu degan nəslər balkim qançalik işini qalırsa qəyən bilməyimiz. 9-cisi musabaylar oyunu yaratish. Musabaylarga hayatı qaraydigan bo'lsak, vatan xalq uchun yashashni hayotimiz mizon qilgan bu jamoat.
Hech bir narsa taxolab oldimga kelgan, andiki men qiysamkan demagan. Qaranglar. Bir zavod qurish uchun yo'l yasashdan tortib, elektrik ekirishdan tortib, texnik ekirishdan tortib, o'gitishdan tortib, chet el o'quvchi chiqarishdan tortib, junglarni nim qilib dunyo bozorini ko'zlashdan tortib, hech birida navbatdagi Uyg'urning ahvoli degan narsaga emas. Dunyo nima ketyotidi deb jiroqlarni ko'ralgan. Hech bir ish uchun bahona emas, chora topa olgan. Bu intayin muhim. Hammamiz men mushuni so'zlik jo'g'an orqali o'zimizni so'roqlayotgan bo'lishimiz mumkin. Endi mayada Xitoyning shu tarixiy burilish davridagi 4 chong jamiyatini deb o'tib ketay degandim, vaqt qisqarib qoldi. Ko'rsanglar, ma'lum eng so'l tarafdagisi Jiangjeshi degan Xitoy. Nemishqa bu yerda Xitoyni qistirib olsa desanglar, Xitoy bizimizni beshimizda po'qdak tug'an ekan. Mushu Xitoy shu dunyoda ashta izik bir holatdan 100 yilda qanday qilib dunyoning beshiga chiqa oldi? Buning beshida nurg'unlagan narsalar bor. Qarab o'tishga tegishli. Masalan, Jiangjeshi. Bu Jiang jamiyati siyosiyni chang tutgan noiti siyosiyda yomon bir jamiyat. Bugungi kundagi Xitoyga qarshi Tayvanda faoliyat olib berayotgan Kuomintangning qurg'uvchisi Jiangjeshi emasmi? Beshi shu emasmi? Onun keyin Chungofu, Bumi Siyasyon. Endi kelaylik Song Zivin. Song Zivinni taniganda qilamizlar. Song oilasining qizlari degan kinoda Song Ailing, Song Meiling, Song Qingning chiqqanda Song Zivinmi shu Song jamiyatining bolalaridan birisi. Song Meiling Jiangjeshining xotini bilasizlar. Song Qingling Sun Jungshanning xotini. Song Ailing mayadagi Kung Shangshi deymiz. Bu dangliq boy. Demek iqtisodni, siyosiyni, madaniyatni ching tutib turadigan mana ma zamonlarda ma'lani qaranglar, Song Zivin Harvardda o'qigan. Shu zamonlarda chiqib Harvardda o'qigan. Song Qingling shu Amerikada o'qidi. Ular jamiyatda bolalarini. Hammada uzun chach qo'ydigan zamonlarda ma'la qarasanglar. Jamiyatlarning, millat va davlatning, vatan va umum mavjudlikda va taraqqiyotida o'ynaydigan rolini balkim biraqur biz shu musobalarning jamiyatidan his qilgan bo'lishimiz mumkin. Suyimli azizlar, bugun men oxirida demoqchi bo'lganim shu. Biz bu yerda nima uchun yig'ildik? Biz chet ellarga nima uchun chiqdik? Mushu chet elga chiqqan har bir o'quvchi yenib berib vatanda nima xizmatlarni qilibdi 100 yil burun? Biz vatanga borsak nima ishlarni qilamiz? Eliq lag'man sirab ketgan, pul sirab ketgan, dapenji sirab ketgan, yurimiyan sirab ketgan qo'sqimizni, qonimizni eliplimi? Yoki bir necha ko'payib qolgan bolamizni ko'taraplimi? Buni jiddiy o'zimiz o'ylanishimiz kerak. Bugungi darsimizda biz oila haqida, jamiyat haqida va bizning vatan va millatning taraqqiyoti haqida qanchalik bir rol o'ynay oladiganligimizni his qila olgan bo'lsak va o'zimizga bir savol qo'ya olgan bo'lsak, bu bugungi dars maqsadga yetgan hisoblanamiz. Keyingi vaqtlarda yana davomli bu nuqtalar haqida texmo tafsiliy, masalan, jamiyat qanday quriladi, oilada nimalar asosiy o'rinda turish kerak degandek bu nuqtalarni doim buyursa yana davomli deyishamiz.